Yozning jazirama isig'ida har bir uyda qulay va yoqimli mikroiqlim yaratish zaruriyati tug'iladi. Keling, Volmer brendining VL-in12 TPB Black Diamond konditsioneri bizga qanchalik yordam bera olishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Silliq qora shishali yuzasi hashamatli xonadoningizga ajib sirli muhit bag'ishlaydi. Yozda +55 daraja issiq, qishda -20 daraja sovuq haroratda ham bemalol ishlay oladi. Shuningdek, tashqi agregat qish ayoz sovug'ida muzlab qolmasligi uchun isitish teni bilan jihozlangan. Gentle Wind rejimi havo oqimini insonga zarar yetkazmagan holda mayinlab yengil sovutish imkonini beradi. To'g'rida havo purkash tizimiga ega egizak jalyuzi quvurg'alar yengil havoni xona bo'ylab bir maromda taqsimlab beradi. iClean funksiyasi orqali qurilma o'zini o'zi tozalab, mog'or va bakteriyalardan himoya qiladi. Yoqimli hid taralishi uchun aromatizator o'rnatish maxsus joyi mavjud va Wi-Fi tarmog'i orqali ham bemalol boshqarish mumkin. DC inverter kompressor elektr energiyasini tejab beradi. Shovqinsiz, ovozsiz past kuchlanishda ham ishlay oladi. Xulosa o'rnida ushbu konditsioner ajoyib dizayni bilan uyingiz ko'rkiga ko'rk qo'shib, farovon hayotingizga bahoriy salqinlik baxsh etadi. Volmer sifat va zamonaviylik uyg'unligidagi texnika.